Taqiqlanuvchi belgilardan nechtasini topa olasiz? Mexanik transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. Tirkama bilan harakatlanish taqiqlanadi. Mototsikllar harakatlanishi taqiqlanadi. Velosipedlar harakatlanishi taqiqlanadi. Harakatlanish taqiqlanadi. Yuk avtomobillarida harakatlanish taqiqlanadi. Traktorlar harakatlanishi taqiqlanadi. Piyodalarning harakatlanishi taqiqlanadi. Ot arava harakatlanishi taqiqlanadi. Kirish taqiqlangan. Eng yuqori tezlik. Yuk avtomobillarida quvib o'tish taqiqlanadi. Chapga burilish taqiqlanadi. Xavfli yuk tashiyotgan transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. Quvib o'tish taqiqlanadi. Tovush moslamalaridan foydalanish taqiqlanadi. To'xtab turish taqiqlanadi. Qayrilish taqiqlanadi. To'xtash taqiqlanadi. Eng kam oraliq oyning juft kunlarida to'xtab turish taqiqlanadi. Oyning tog' kunlarida to'xtab turish taqiqlanadi. Vazn cheklangan. Bu belgining nomini kommentariyada yozib qoldiring va bizni eng ishonchli onlayn prava kurslarimizda o'qib, birinchi urinishda imtihonni o'tmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus qoldiring.